Nega ayollarimiz jinsiy aloqa paytida orgazm his qilmaydi? Hozir sizlarga buni sababini tushuntirib o'taman. Birinchisi, bu uzoq vaqt stressda yursangiz orgazm his qilmaysizlar. Ikkinchidan, tana vazni ortishi sari sizda libidan pasayishi, xohishning pasayishi, orgazm his tuyg'usi pasayib boradi. Uchinchisi, uzoq vaqt kasal bo'lsangiz, ginekologический har xil выделение ajralmalar kelsa, jinsiy aloqa paytida kuchli og'riqlar bo'lsa, miomalar bo'lsa, shunda ham sizlar orgazm his qilmasligingiz mumkin. Keyingisi esa bu sizning partnyoringiz tajribasizlikdan ham orgazm his qilmasligingiz mumkin. Yana bir sababi tug'ruqdan keyingi, ya'ni 3-4 ta tug'ruqdan keyin qin devorlarining tushib qolishi natijasida sizda orgazm his tuyg'ungiz yo'qolib qoladi yoki pasayib qoladi. Va ko'pincha ayollarimiz keladi, uzoq vaqt qandaydir dori vositalar iste'mol qiladi, yoki depressiyaga, yoki psixogen dorilar. O'shalar ham orgazm his tuyg'ungizni pasaytirishga sabab bo'ladi. Agar sizda yuqorida aytib o'tilgan sabablar kuzatilsa, albatta ginekolog ko'rigiga kelishingiz shart.